Bu kaltakka jinni ham qochadi. Var notop xo'rozlarga urishib ukolda qilyapti, hasrati o'ynashyapti-da. Как положено ustida ishlab, konkretno kapchonnik qo'yindi xo'rozni. Dunyoda eng qimmat dopingni ursin. Dahaniyasi zo'r bo'lsa, topingiz zo'r bo'lsa, dakansi 10 raund bo'lsa 10 raund, 15 raund bo'lsa 15 raund urishib qochiraveradi. Faqat mehnat qilish kerak, ustida ishlash kerak. Haya qilmasdan, ko'chada likkillab yurmasdan 2 soat, 3 soat har kun issiqqina qilib, pechga top qilib, futbolga sho'rtay bo'lib. Ustida ishlang, bitta o'razingiz. Zo'r cho'jaz bo'lsa, mehnat qilib ustida ishlang. Ash top yutib turgan, shu qo'lda yutib turgan o'razga o'ynang. Xom cho'jaz achchiq o'ynang. 20 kun to'pla. Assalomu alaykum, aka parvozlar. Mana yoshiga to'lgan, zo'rini so'raganlarga, ishqibozlariga beramiz akalar. Bola oldik, boladan bo'shadi. Xo'rozni bolaga qo'yishimizdan oldin kilosi 5 kilo 200 edi. Hozir 5 kilo atrofida chiqsa kerak. 4 kilo 900 yo 5 kilo. Ozgina tortildi xo'roz. Ona ko'rib olinglar. To'nini, parini, oyoqlarini, kallalari, formasi o'ta ham ideal. Zo'rini so'raganga beramiz inshaalloh. Yuruklari, kaltaklari, ikki yonda o'rab gerra solib yurishlari hamma yog'i joy-joyida ukalar. Ishqibozi bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, manzilni aytamiz. O'zidaqa bitta xo'rozimiz bor, 3-4 ta. O'zidaqaga bitta qo'yib beramiz, ko'rib ham olasizlar ukalar. Xo'rozni ko'rib olinglar. Aşinalar ki şöhret şanınga, Teşkeler ki yalğız canınga. Aşinalar ki şöhret şanınga. Mah. Şampiyon. Zo'rdi qizlarga qo'shilgan. Mah. Şu milli rossiyskiy qizi. Mah. Joning sog' bo'lgunlar. Krasavchik. Haqiqiy 5 kilo yomoni bo'ladi. Ko'stemagur. Buni onasi menga sotilmayapti hozir Tojikistonga.